Assalamu alaikum hörmətli qarindaşlar. Golland dili qrammatikasi dərsimizə xoş gəldinizlər. Biz bugün 32-ci dərs het xibrak van t. Yəni t degan bu söz, muşu er degan sözüge oxşaş, işiltiş orni sel jiqraq bolğan, hər xil mənilərdə keldigan bir söz. Muşu Golland dili öyrəngüçülər cümlədə hər xil mənilərdə kelgan vaqtda tərcüm qilishda və yoki shu so'zni ishlatishda qiynaladigan bir so'z. İnşallah bugünkü dərsimiz orqali bu t degan so'zning grammatikalik ishlatilish o'rnininki, ma'nisininki sizlarga tushunishli bo'lib ketishini umid qilamiz. Qanamsa darsimiz kelayli. Golland tilida bu t degan so'zninki 7 xil ishlatilish o'rni bor. Men sizlarga tushunishli bo'lish uchun har birisini ayrim-ayrimdan misollar bilan keltirdim. Sizlar hozir mush ekranda ko'rgandek mush 7 xil, qani bu 7 xil shaklning hammani bir-birlab bir ko'rib chiqayli. Birinchisi t. Ya'ni buni biz burun darslarda o'rgangan, darsga qatnashayotgan o'quvchilar tekstlarda jiq uchirgan, biz mush shaklda jiq jumlalarni tuzganchu. Endi bu t degan shakl bir maqsad nishonni bildirish uchun, maqsadni yana bizning Uyg'ur tilimizdagi munda qilish uchun deganga to'g'ri keldi. Bir maqsadni bildirish uchun. Masalan, savdolik qilish uchun bozorga bordim deb, ya'ni bozorga borishdagi maqsad savdolik qilish. Mushta bir jumla shakli. Misollar qarayliqini. Het is in mooie dag om naar het strand te gaan. Yani deniz boyuq birish uchun güzel bir hava bo'pti, güzel bir kun bo'pti deydi. Güzel bir kun bo'pti. Yani bunda cümle şeklinde t degan cümle şeklinde muşu t'nin keyninden daim fe'lninki infinitif, yani fe'lninki köplük şekli keladi. Şunu qarasanlar, het is in mooie dag om naar het strand te gaan. İkinci misal, sie pakt haar telefoon om het nieuws te lezen. Yani o haber okuş için telefonunu aldı. Yani telefonunu qo'lga ilishdagi maqsad haber okuş. Nieuws te lezen. En had je geen tijd om je nieuwe collega's te leren kennen? Yani yangi xizmatdoshlaringiz bilan tanishish uchun vaqtingiz chiqmadimi, vaqtingiz yo'qmi? Yani t leren kennen. Qarasanglar, yani fe'lninki ko'plik shakli kelyotidi. Endi men kichik bir rasm berib qo'ydim. Yani bu t degan jumla shakli bir maqsad nishon. Yani ik ga naar het park om te sporten. Mesela men chiniqish uchun bog'chaga boraman. Yoki om in de zon te liggen. Yoki kun nuri ostida qoqilnish uchun bog'chaga boraman. Va yoki om vogels te fotograferen. Yani qushlarni rasmga tortish uchun. Yani bog'chaga borishdagi 3 xil maqsadni tunishtiradi. Yani t degan jumla shakli. Yani bu cümle şekli Golland tilida en ko'p qo'llaniladigan, t'ninki en ko'p qo'llaniladigan bir cümle şekli. Şunu yana jiqroq misolga keldim. Yana misol masalan, ik wil hard werken om een nieuw auto te kopen. Yani yangi bir mashina sotilish uchun jafoliq ishlayman. Jafoliq ishlashning maqsadi asli mashina sotib olish, new auto te kopen. Hij gaat naar de supermarkt om boodschappen te doen. Yani o savdolik qilish uchun talla bozorga boradi. Yani talla bozorga borishdagi maqsad savdolik qilish. We gaan op vakantie om lekker te relaxen. Yani bir ta'til, yaxshi orom olish uchun ta'tilga boramiz degandek. Yani ta'tilga borishdagi maqsad yaxshi orom olish degandekchu. Qisqasi bu t bir maqsad nishonda diqqat qiladigan bir nuqtanglar t'ning keynidan fe'lninki infinitiv keladi. Endi bu t'ning ikkinchi xil ishlatilish usuli mer informatsiya over in adjective, yani sifat to'g'risida tixim ko'p uchur berish uchun ishlatildi. Masalan, bu yoq qarasanglar adjective sifat borchu, bayfuxiliga namur. Yani bunda jumlalarda daim sifat keladi, sifatning keynidan shu sifatninki qanday sifat ekanligini tixim jiq uchur berish uchun t ishlatildi. Misol qarasak, ik vind het leuk om te tekenen. Yani
bu cümledeki sübət hazır lök, yaxşı degендek her xil ma'nolar var. Endi ik vind het leuk, yani men yaxshi ko'rdim, men yaxshi his qildim deydi. Nimani? Mush keynadagi nuqta sübətni nimani yaxshi ko'rganligini, nimani yaxshi his qilganligini tushuntiryotidi. Bunda ahvol aslida doim mushu t birga keldi. Yani ik vind het leuk te tekenen. Men rasm sizni yaxshi ko'rman yoki ik vind het leuk te reizen, sayohat qilishni yaxshi ko'rman yoki ik vind het leuk te lezen, kitob o'qishni yaxshi ko'rman degandekchi. Ikkinchi misol, het is vervelend lang te wachten. Yani uzun saklaş hakikaten bek zirkişlik deydi. Yani bu cümle sübət hazır vervelend, zirkişlik, adamның içini sıkıdığan. Yani nimi zirkişlik, nimi adamның içini sıkıdı? Lang wachten, uzun saklaş. Het is vervelend lang te wachten. De koffie is nog heet te drinken. Yani kahve içiş üçün kızdık. Medeki heet degen, yani oxşaşlam sübət, yani kahve kızdık. Nimege kızdık? İçiş üçün kızdık. Te drinken. Hij vindt het lekker frietjes te eten. Yani o yaxşı görüdü, nimeni yaxşı görüdü? Frietjes te eten. Yani kızartılgan frietjes, patat, yani kızartılgan berenge yapraqı yeyişini yaxşı görüdü. Ik ben blij jou te zien. Yani blij, men hoş. Nimege hoş? Men hoşal, nimege hoşal? Jou te zien. Yani sizin kögünümden hoşal deydi kısqısı. Muşu sübətninki, sübət doğrusa tıxımı cıq uçur bürüş üçün yani t işiltildi. Yani şu sübətnin keynedin fakat birli sözü bop qalsa t muşta birgilam keldi. Eğer de manıdek yani lang wachten, frietjes eten degендek bunda iki söz bop qalsa bilen t ayrılıp iki sözün o'ttirga keldi. Diqqat qilgan nuqtanlar muşu. Endi üçüncü xil işletiş usulü. Golland tilida ba'zi bir fe'llar bor, verb word. Bu fe'llar t bilan birga keldi. Yani bu qanday fe'llar degan vaqtda bu fe'llar cümlede ikki ish harakat birga ilib berilgan vaqtda t so'zi ishlatildi. Ondan bu fe'llardan bir diqqat qilgan nuqta, yani lopen bilan stan kelgan vaqtida hargizmi bu lopenning stanning tarjimasi chiqmaydi bu yerda. Yani bu qanday ahvol deganda misollar qarasak texim yaxshi tushunasizlar. Yani bu fe'llar lopen, stan, zitten, liggen, hangen. Yani lopen mingish, stan turish, zitten o'ltirish, liggen yetish, hangen degan bir narsani esish. Mesela hij loopt al de hele dag te zuren. Yani miyadagi hij loopt al hele dag. Mush lopen degan fe'lning sababidan miyada zuren diye t birga kelyotdi. T'ning keyinda doim yani infinitiv fe'lning ko'plik shakli keldi. Endi ma jumlaning ma'nosi yani zuren degan ilqi to'xtamay g'ing qildigan odamlar birdam uni birdam buni debchi shuni zuren deymiz. Miyada mesela ma cümlede hij loopt al de hele dag te zuren, yani bütün gün to'xtamay bir g'ingshib chiqdi, to'xtamay bir norozi bo'lib chiqdi deydi. Lekin bu yerda lopenni tarjima qilmaymiz. Yani hargizmi bu yerda to'xtamay g'ingshib minib chiqdi degan ma'noda emas. Yani to'xtamay g'ingshib chiqdi, to'xtamay norozi bo'lib chiqdi, birdam undaydi, birdam bundaydi degandek. Yani bu yerda lopenning ma'nosi tarjima qilinmaydi. Lekin shu jumla shakli mushta ifodalanadi. Mesela yani hij loopt al de hele dag te klagen desek yani bütün gün narazı olup çıktı degendekçi. İkinci misal, siz staan al 1 uur te wachten. Yani o bir saatten beri saklavatıdı depçi. Miyadımı öyle kıstanınki hergizmi öyle o bir saatten beri öğrü turup saklavatıdı diye ma'nosi çıkmaydı. Bir adım stanның ma'nosi çıkmaydı. Yani muşu lopen bilen stan muşu iki fe'lda İki fe'l muşta t bilan birga kelgan vaqtida bu fe'llar tarjima qilmaymiz. Yani bu fe'llarning ma'nosi, yani tarjimasi unda bir soatdan bir o'ri turib saqladi yoki bütün gün g'ingshib minib chiqdi deb unda emas. Bu yerda faqat bütün gün g'ingshib chiqdi, bir soatdan bir saqlayotdi. Balkim o'ltirib saqlagan bo'lishi mumkin, yetib saqlagan bo'lishi mumkin, aniq emas. Lekin o'ri turib saqladi degan ma'nosi chiqmaydi.
Yani misal zey zitni tekenen yani o olturup resim çizyapti. Miyada degan zitning olturish degan ma'nosi chiqadi. Yani hozir olturish bilan resim chizishdan iborat ikki ish harakatni o'xshash vaqtda olib turyapti. Yani mushta vaqtda zey zitni tekenen. Hey licht nuqta slapen yani o hiç uxlayotidi. Yani uxlagan odam yetib uxlaydi-ku. Men hozir hiç yetyotidi, hiç uxlayotdi. Yani yetish bilan uxlashdan iborat ikki ish harakat birlikda olib boryotidi. Endi flach hangitdi vapperen yani bayroq lapildab turdi, isilib lapildab turdi deb yani hem isilish hem lapildashdan iborat ikki ish harakat o'xshash vaqtda ilib birilyotidi. Yani mush 5 bil lopen stan zitten lichen hangen. Mush 5 bil mush t bilan birga keldi. T'ning kayda her daim infinitiv keldi. Andan yani eskertadiganlıqda yani muşu lopen bilen stan iki sözde bunun tercümesi çıkmaydı. Hem de tötüncüsü yani Gollandılda av 5 piyilden başka yani bir türküm piyillar var. Bu piyillar hem t bilen birge kilerleydi. Bu piyillar hem bayaqı piyillar okşaş t'nın keyneden daim infinitiv fiilning ko'plik shakli keldi. Yani ko'p t bilan birga kelgan fe'illarning jadvali mushu. Masalan bir qancha misol probieren, yani probieren degan fe'il t bilan kelgan fe'il. Masalan, hey probierte kommen, yani u kelishga tirishudi. Weigeren rad qilish. Ik weiger hem te helpen, uning yordam qilishni rad qildim. En zijn moeten bedenken en ze zijn te verslaan yani ularni yengili boludu. Yani bu zijn bilan kelgan vaqtda t mushu bir ishni qig'ili boludu, mumkinchilik bor degandek ma'nosi bor. Masalan, hitiste lopen yani u yerga mingibla bog'li bo'ldi, mingib birish mumkinchiligi bor. Datiste dun yani u ishni qig'ili boludu, qilish mumkinchiligi bor. Datiste bixraypilik yani buni tushungili bo'ldi, tushunish mumkinchiligi bor degandekchu. Yani şu zayn degan fe'lning har xil shakllarda kelishi. Ondan da to'riyatudun yani siz shunday qilishga munosib, siz shunday qilishga haqli, siz asli shunday qilishingiz kerakdi degandek ma'noda. Ondan yana bu fe'llar yana bir qancha misollarni jumlalar bilan keltirib qo'ydim. Bularning hammani bir-birlab o'qib tarjima qilmaymiz. Sizlar o'zinglar bir qarab baqsanglar bo'ldi. Shu t'ning ishlatishini tixim bak yaxshi tushunishni xohlaydigan qarindoshlar. Endi keldik 5-incisi. Yani Golland tilden bazı sözler var. Yani bu sözler forzetsyol. Yoki beyvort, revish yani aldı qo'shilg'ichi yoki revish. Yani bazı aldı qo'shilg'ichilar yoki bazı revishlardan keyinmi t keladi. Masalan, bu qanday so'zlar degan vaqtda zonder, door, in plaats van, na, ten einde, voor en alvorens. Bularning hammasini bir-birlab qarab chiqaylik. Yani hiç onmogelijk om dat te doen. Yani Yani uni ilish, uningga erishish mumkin emas, onmogelijk. Ik kan niet luisteren zonder me ermee te bemoeien. Yani men ilk aralashmay turib anglayolmayman. Yani agar bir ishni anglasam, cho'qim uning aralashishim kerak. Bemoeien, aralashish. Yani zonderning sababidan miyada bir keladi. Je kan alleen winnen door goed je best te doen. Yani doorning sababidan, door orqali. Yani qo'lingizdan kelgan eng yuqori chekda tirish orqali undan yengalaysiz. Yani je best doen tirishish, qo'ldan kelgan eng yuqori chekda tirishish, eng yaxshi shaklda qilish degandek ma'noda. Ondan in plaats van munda narsaning o'rniga degandekchi. Masalan, ik denk dat ik mijn mond hou in plaats van mee ermee te bemoeien. Yani menimcha men bu ishlarga aralashishimni o'rniga ig'zimni yumsam yaxshiroq, jim tursam yaxshiroq. En na keyin, masalan, na betaald te hebben, gingen ze naar binnen, yani pul to'lagandan keyin ular ichiga kirdi. Ondan ten einde, yani bunda bir maqsadda degan ma'noda, ze deden goed hun best ten einde in mooi resultaat te behalen. Yani ular yaxshi natijaga erishish maqsadida qo'lidan kelgancha yaxshi qildi. Ondan voor burun, bunda ishdan burun, masalan, voor je ergens mee te bemoeien,
moet je goed weten waar het over gaat. Yani bir ishga aralashishdan burun u ishning qanday ekanligini yaxshi bilishingiz kerak. Yani voor je ergens mee te bemoeien. En alvorens bu voorga o'xshash burun degan ma'nosi, lekin bu ko'proq yiziq tilda ishlatildi. Masalan, alvorens zich ergens te bemoeien, yani bir ishga aralashishdan burun degandek o'xshash for bilan o'xshash ma'noda, lekin ishlatilishda ko'proq yiziq tilda. Yani bu na nima t degan bu so'z, yani mushta golland tilidagi ba'zi bir ravishlar ham ba'zi bir oldi qo'shilg'ichlardan keyin ham ishlatildi. Endi bu yerda t'ninki bir alohida ma'nosi chiqmaydi-chu. Mana bu yerda t degan so'zning munda bir ma'nosi bor deb tegilib bo'lmaydi. Lekin golland til grammatikasida mush so'zni ishlatgan vaqtda t birga ishlatilishi kerak. Endi 6-chi ishlatilish o'rni sifat bilan birga keladigan boshqa bir shakl. Biz boya sifatni texim yaxshi tushuntirish uchun mushu t ishlatildi degan tuqqu endi ya'ni sifatga doir, lekin ishlatilish o'rni sal boshqacharoq. Buning shakli odatda t qo'shilgan sifat, andan qo'shilgan, ya'ni t. Andama birinchi, yani bu jumlalarda ikki dona t bo'ldi. Birinchi t'ning ma'nosi back intayin degan ma'nosi bor. Ikkinchi bilan t biz mush o'rganmoqchi bo'lgan asosli mushu nimamizdagi t-chu, mushu betdagi t. Buning alohida bunda bir ma'nosi bor deb yana deyilmaydi. Masalan, misol qaraylik. Dit is te mooi om waar te zijn. Yani odatda bunday jumlalarda miyada te deganning uchun degandek ma'nosi chiqadi-chu ko'pincha ahvollarda. Masalan, dit is te mooi om waar te zijn. Yani bu rost bo'lish uchun bek go'zal. Yani demakchi o'g'ni, buning rost bo'lishi mumkin emas demakchi-chu. Endi bu xildagi jumlalar golland tilidagi bir xil ifodalash shakli deb o'ylayman. Masalan, bizning tilimizda buning rost bo'lishi mumkin emas deb ham bevosita ifodalanishi mumkin, lekin gollandchada mushta bir xil ifodalash shakllari bor-chu. Yani dit is te mooi om waar te zijn. Yani rost bo'lish uchun bek go'zal deyish orqali bu rost emas, bu haqiqiy emas, balki yolg'on bo'lishi mumkin demakchi. Ikkinchi jumla, hij is te oud om te rennen. Yani o yugurish uchun yoshqa bek cho'ng, u yugurish uchun bek qiyri. Yani unda deyish orqali siz yugurolmaysiz, chunki siz qiyri bo'lg'achqa, yoshingiz bek cho'ng bo'lg'achqa yugurolmaysiz deganning yana bir xil ifodalash shakli. Golland tilida mushta ifodalaydigan, ya'ni he is te oud om te rennen. Yani u yugurish uchun bek yoshqa cho'ng. Ik ben te opgewonden om mijn mond te houden. Yani men ağzımni yumush uchun bek hayajonlanib ketgan demakchi o'g'ni, bek hayajonlanib ketganligimdan og'zimni yumolmadim demakchi-chu bu yerda. Bek hayajonlanib ketib og'zimni yumolmadim demakchi. Misal, de soep is nog te heet om te eten. Yani sho'rpa ichish uchun bek qiziq. Yani sho'rpani hozir ichga olmaydi, chunki bek qiziq deganni ifodalash, sho'rpa ichish uchun bek qiziq. En ik ben nu te moe om je te helpen. Yani sizga yordam berish uchun men bek charchab ketdim. Yani men bek charchab ketdim, hozir sizga yordam qilolmayman degan gaplar o'xshash amaliyotda, lekin gollandchada mushta ifodalash shakli bor. Yani sizga yordam qilish uchun bek charchab ketdim. En wij zijn te onhandig om dit alleen te doen. Yani bu ishlarning hammasini yolg'iz qilish uchun biz bek qalampay. Yani demakchi o'g'ni shu, biz bek qalampay, bu ishlarning hammasini yolg'iz qilolmaymiz. Yani bizning qo'limiz unchalik apchil emas. Yani onhandig degan apchil emas demakchi. Bizning qo'limiz unchalik apchil emas, biz bu ishlarni qilolmaymiz deganni mushta shaklda ifodalashi. En zij is te oud om te werken. U ishlash uchun yoshi bek cho'ng. Yani u ish cho'ng ishlamaydi degan, yoki the coffee is too cold om te drinken. Bu qahva ichish uchun bek sovuq. Yani bu qahva bek sovib qapti, issigingiz ancha ta'mi yo'q deganni ham yana bir xil ifodalash shakli. Yani gollandiyaliklar mushta bir ifodalaydi-chu ba'zi jumlalarni. Bizning tilimizda unda sizga yordam qilish uchun bek charchab ketdim deb unda ifodalab ketmaymiz, lekin mush t'ninki bir muhim ishlatiladigan ifodalash shaklining birisi mushu. Endi bu yerda t'ninki shu uchun degan ma'nosi chiqadi asosan. Endi eng oxirgisi boshqa ma'nolari t'ninki tekstlarda, balkim kitoblarda uchrab qolishi mumkin.
Məsələn, het te kopen produkt desək, yəni məyədəki te kopen produkt, yəni satışqa tegishlik məhsulotlar, yəni satıldıgan məhsulotlar degan ma'noda. De te vervoeren spullen, yəni yötkəşkə tegishlik narsalar vervoeren yötkäş. Anı sübətlərini aldıda kelgan vaqtda bek degan ma'nosi chiqadi. Buning oldida mosal so'zildi-ku, yəni te xirot, te dur, te mo'ylik, bek cho'ng, bek qimmat, bek tas degandek. Yani ingliz tilida ko'p uchraydigan bir shakli te foot. Te foot degani yəni put bilan yəni mingib demakchi, lopen. Mesela ik xa te foot nar school desa, men mingib maktabga borman, putum bilan maktabga borman, mingib maktabga borman degan ma'noda. Ondan bu te yana ba'zida shu yer joylarning oldiga kelib şu dada, tata degan ma'nosini bildirdi. Eng ko'p ishlatilgan shakli, masalan, the princess is geboren to Amsterdam, yani Malika Amsterdamda tug'ilgan debchi. Bunda ahvol, bu ifodalash shakli biz normalda ich bin geboren in Amsterdam, men Amsterdam tug'ilgan deb inni ishlatamiz-ku. Bu t'ni ifodalash shakli rasmiylik, formul, rasmiy shakllardachu. Shu odatda William Alexander yoki Malika Paloniyada tug'ilgan degan vaqtda mush t'ni ishlatildi, chunki ularni bir xil hurmatlash yusidan rasmiy shakldachu. Ya'ni o'zimizga ham desak bo'ldi, o'zimiz hurmat qilib ich bin geboren to Qashqar degandekchu. Ya'ni agar ashta yer joyini oldida ko'rib qolib qolsanglar, rasmiy formul shaklgan deb tushunsanlar bo'ldi. Onni yana ko'p ishlatilgan shakl cho'qim sizlar da yo'llarda manganda ko'rib baqqan bo'lishinglar mumkin. Agarda bir uy, bir do'konni ijaraga bersa, satsa, te ko'p deb yozib qo'ydi. Ya'ni te ko'p degani sotildi, te hur degani ijaraga berildi. Masalan, dit apartment is te ko'p of te hur. Masalan, bu bina sotildi yoki ijaraga berildi degandekchi. Ya'ni t'ninki boshqa ishlatilish ma'nolari mushu. Ya'ni gollandchada t'ning eng ko'p ishlatiladigan 7 xil ishlatilish shakli mushu. İnşallah bugungi darsning sizlarga tushunishib bo'lgan bo'lishini umid qilamiz. Shunga bundan keyin jumla tekstlarni o'qigan vaqtda mushu t chiqib qolib qolsa, darslarda alayda eskartib, qaysi biz o'rgangan mushu 7 xilning qaysi ma'nosi keladi, bir alayda diqqat qilmamiz. Ham sizlarningmi diqqat qilib mingishinglarni tavsiya qilaman. Sualinglar bo'lsa, inkas qismiga va yoki topshiriq to'pimizda har vaqt so'rasanglar bo'ldi. Ma'qul emsa, darsimizni anglag'ininglarga rahmat. Keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.